Iliqpol turbalarini o'rnatishdagi eng mashhur 4 ta uslub. Bu uslublar quyidagilardan iborat. Birinchisi zmeyka, ya'ni ilon izi. Ikkinchisi ulitka, ya'ni shilliqurt chanog'i. Uchinchisi dvoynaya zmeyka, ya'ni juft ilon izi. To'rtinchisi uglovaya zmeyka, ya'ni burchakli ilon izi. Bularning orasida eng yaxshi usullardan biri bu ulitka, ya'ni shilliqurt chanog'i usuli hisoblanadi. Gap shundaki, bu usulning boshqalarga qaraganda bir qator afzalliklari bor. Quvurlar soni 10-12% ga kam, gidravlik yo'qotishlar esa 13-15% ga pastroq bo'ladi. Chunki ulitka, ya'ni shilliqurt chanog'i usulida quvurning 180 gradusga burilish holatlari ancha kam. Shu sababdan polning isishi butun maydon bo'ylab bir tekisda tarqaladi. Chunki boruvchi va qaytuvchi quvurlar navbatma-navbat joylashtiriladi. Faqat bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Bunday yotqizishda issiqlik tashuvchining hisoblangan harorat farqini 5 gradusdan oshirmaslik kerak. Har qanday yotqizish usulida quvurlarni dastlab xonaning eng sovuq joylariga, ya'ni derazalar va tashqi devorlarga qarab joylashtirish kerak. Devorlar va to'siqlardan quvurlarni 150 mm masofada joylashtirish kerak. O'ylaymizki, ma'lumotlar foydali bo'ldi. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga